Shaharning markazi bo'lgan C5 dan vobshe cho'tki kvartira topib qo'yganman. Narxi ham, remonti ham vobshe ishkaladi. Akalar qaranglar, asosiy ishidan kirib kelganda o'ng tarafda dekorativniy chiroyli oynalar kutib oladi. Chap tarafimizda ko'rasizlar, dapatalka qilingan shkoflari bor, garderobni original narsalar qo'yilgan. Fuflor remont qilinmagan. Eng muhimi, buni sifatni tushunadigan okalarga videoni tashab qo'yinglar. Qaranglar, o'ng tarafimizda birinchi spalnimiz bo'ladi. Mana bu tarketli qimmat tarket hisoblanadi. Pardalari, hamma narsasi xonadonda ko'rayotganinglar qoladi. Eshikning o'zi alohida tema. Buni narxini ham qimmatligini juda yaxshi bilasizlar. Ikkita sanuzul bor, bitta общий sanuzul. Endi sanuzulga bitta baho berib qo'yinglar. Voy. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunday yashab o'rgilaring keladi, bunaqa xonadonda. Dushoy, kabinani qaranglar. Mana qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Antikvar narsalar chiqib ketgan, Mana sizlarga oshxona bilan zal studiya formatda kollaboratsiya qilingan, dekorativniy qilingan, ko'rasizlar, televizorning zona, albatta konditsionerlari bor. Oshxona jihozini o'ziga texnikadan tashqari $3300 naqd ketgan ekan. Men bu qimmat ruchkalardan qo'ydirganman. Donasi $17 turadi, deyaptilar. Plus yana mana shuni brendi hamma bilsa kerak, eng qimmat brend bo'ladi. Даже Hoffman, menimcha Bosch'dan ham qimmat bo'ladi. Hamma pechlari yangi. Mana bu posudomoyishning apparatlarigacha bor, Hoffman'niki turibdi. Yangi salafanlari bilan ko'rasizlarmi? Dahshat. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunday yashab olasiz. Cho'pli poli bor, polni cho'pli pol. Xo'p, mana bu yerda mana cho'pli pol kollektorlari joylashgan, duh konturli kotyol, tok o'lchaydigan stabilizatorlarigacha bor. Mana shu romni ko'rasizlarmi? Qimmat rom hisoblanadi. Kattaligini qaranglar, mashalloh. Endi pastimizda ko'rishingiz mumkin. Детский площадка, parkovka, подземный parkovka, anti-landshaftniy zona. Xullas, atmosfera просто bomba. Yurili, endi men sizlarni spalni bilan tanishtirib chiqaman. Родительский spalni o'zini sanuzuli bilan. Bu sanuzul ajralib turadi. Ko'rishingiz mumkin. Ko'p xonadonlarda uchratmaysizlar bunaqa sanuzulni. Mana buni qaranglar. Nima bu? Nima san deydi-ku, buni ishlatgilaring keladi. Suv oqishini qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Dushoy kabinaga alohida baho berib qo'yasizlar. Mana sizlarga родительский spalni, italyanskiy mebellar, ko'rasizlar mebellarni dahshatlari qo'yilgan. Mana bitta mana oyna, o'zingizga shundoq qaraysizda, ko'chaga chiqib ketaverasiz. Konditsionerlari bor, mana lyustraga netchi. Gap bo'lishi mumkin emas. Родительский spalni orqali balkonimizga chiqamiz. Balkonning kengligini ko'rasizlar. Atmosfera nima deyapti? Yunusobodda telebashning shundoq ko'rinib turadi. C5 shahar markazi. Akalar, qaysi novostroykada ko'rgansizlar? Lift chetiga mana shunaqa toza mramor toshdan ishlatilgan. Faqat muhtasham turar joy majmuasida lift chetiga mana shunaqa mramor toshdan foydalanishgan. Podyezdimizni ko'rasizlar. Podyezdda eshiklarni qaranglar, balandligini kameralargacha bor. Mana akalar, dvorimizni ko'rasizlarmi? Dahshat yotibdi, domi fasadining ko'rinishi. Mana bu yerda podzemniy parkovka tushadigan joy bor, dam olib o'tirishga sharoitlar ham qilib qo'yishgan. Akalar, kelgan joyimiz Yunusobod C5 bo'ladi. Alayskiy bozor bir qadam bo'tdi. Kadastr hujjatlari bo'yicha 88 kvadrat metr, lekin bitta-bittalab o'lchab chiqsanglar 95 kvadrat metrni tashkil qiladi. Endi akalar, xo'p, qavatiga keladigan bo'lsa, 11 qavatli novostroykani 9-qavatida joylashgan. Turar joy majmuamiz esa muhtasham turar joy majmuasi bo'ldi. Buni bilgan odam biladi, bu yerda uylarning narxi vobshe 5 ming bo'lyapti, lekin biz bu uyimizning narxini shuncha narsasi bilan, remontlari bilan 175.500 deb baholadi. Pastda raqam qoldiraman, telefon ko'rasiz.